Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men kimyo fani o'qituvchisi Ermahmad Ulug'bekman. Men 2018-yil bazadagi testlarning yechimlarini video dars qilishga qaror qildim. Bu bizga milliy sertifikatga tayyorgarlik bosqichimizda yoki attestatsiyada o'tayotganimizda yuqori natijalarni qo'lga kiritishimizga juda katta yordam beradi. Demak, shunday qilib video darsimizni boshladik. Birinchi savol: 100 gram 8% mis 2 sulfat eritmasi elektroliz qilindi. Elektroliz jarayonida 0,6 mol suv sarflangan bo'lsa, eritmada necha farad tok o'tgan degan savol tushdi. Buni ishlashimiz uchun birinchi qiladigan ishimiz 100 gramning ichida necha gram mis 2 sulfat borligini topib olishimiz kerak. Agar aniqlaydigan bo'lsak, 8% 8 gram tuz bo'ldi. Endi mis 2 sulfatning elektroliz jarayonida 160 gram tuz elektroliz bo'lishi uchun 1 mol suv sarflanadi. Lekin bizda 8 gram tuz bor. 8 gram tuz uchun esa 0,5 mol suv sarflandi. Endi tuzga ketadigan faradni topadigan bo'lsak, 160 gram tuz uchun 2 farad tok sarflanadi. 8 gram tuz uchun necha farad tok sarflanadi topadigan bo'lsak, 0,1 farad tok sarflandi. 0,1 farad tok 8 gram mis 2 sulfat tuzini elektroliz qilish uchun sarflandi va elektroliz jarayonida esa 0,5 mol suv ishtirok etdi. Lekin bizda esa 0,6 mol suv sarflandi degan. Demak, yana qo'shimcha ravishda 0,6 dan 0,5 ni ayiradigan bo'lsam 0,55 mol suv sarflanishi ham kerak ekan. Endi 1 mol suv elektroliz bo'lishi uchun 2 farad tok ketadi. 0,55 mol suv uchun necha farad tok ketish topadigan bo'lsak, 1,1 farad tok sarf ketadi. Jami hisobda esa 1,2 farad tok sarflandi. Demak, to'g'ri javob 1,2 bo'ldi. Ikkinchi masalamiz. 200 gram 11,7% natriy xlor eritmasi 1 farad tok bilan elektroliz qilindi. Elektroliz jarayonida sarflangan suvning massasini aniqlaydi. Buning uchun birinchi qiladigan ishimiz 200 gram eritma ichida tuzni og'irligini topib olishimiz kerak. 200 gramni 11,7% ni topadigan bo'lsa, 23,4 gram natriy xlor ketdi. Endi natriy xlorni 58,5 gramni uchun 1 farad tok sarflanadi. 23,4 gram natriy xlorga necha farad tok sarflanadi topadigan bo'lsak, 0,4 farad tok ketadi. Bizda jami 1 farad tok ketadi degan, 1 faraddan 0,4 faradni tuzni elektroliz qilish uchun sarflangan. Demak, 0,6 farad ortib qolgan bo'lsa, demak bu yerda suv ham elektroliz bo'lgan. Demak, biz quyidagi jarayonlarni amalga oshirishimiz kerak ekan. Birinchi, natriy xlor eritmasi elektroliz qilayotganimizda ko'radigan bo'lsak, 117 gram tuz elektroliz bo'lishi uchun 36 gram suv ketadi. 23,4 gram natriy xlor elektroliz bo'lishi uchun necha gram suv ketishini topadigan bo'lsak, 7,2 gram suv sarflandi. Lekin natriy xlor elektroliz bo'lishidan tashqari suv ham elektroliz bo'lgan. Sababi natriy xlori ketgan faraddan bizda bo'lgan farad ko'proq, 0,6 farad ko'proq. Shuning uchun suv ham alohida elektroliz bo'lgan. Alohida elektroliz bo'lgan suvni topishimiz uchun quyidagicha ishlarni amalga oshirdik. Suvni 1 farad tok o'tkazganimizda 9 gram elektroliz bo'ladi. 0,6 farad tok o'tkazganimizda necha gram suv elektroliz bo'lishini topadigan bo'lsak, 5,4 gram suv elektroliz bo'ladi. Demak, tuzni elektroliz bosqichida 7,2 gram suv sarflandi va undan tashqari 5,4 gram suv ham 1 farad tok o'tkazayotgan paytimizda elektroliz bo'lib ketdi. Shunda umumiy hisobda hisoblaydigan bo'lsak, jami suvdan 12,6 gram suv sarflandi elektroliz jarayonida. Shuning uchun ham to'g'ri javob A javob to'g'ri bo'ldi. Keyingi savolimiz. Teng massadagi litiy va suv reaksiyasida 13,2 gram litiy ortib qolgan bo'lsa, ajralgan vodorodning massasini hisoblang dedi. Demak, buning uchun birinchi qiladigan ishimiz litiyni suv bilan reaksiyasini yozib olamiz. Litiyni suv bilan reaksiya yozib olganimizda, reaksiyada 14 gram litiy ishtirok etadi, ya'ni suvdan esa 36 gram ishtirok etadi. Reaksiya bo'yicha va 2 gram vodorod ajralib chiqadi. Lekin bizda masala sharti bo'yicha litiy va suvni teng massada olishimiz kerak edi. Suvning massasi og'irroq bo'lganligi uchun ikkalasini dastlab holatda 36 gram litiy, 36 gram suv deb oldik.
Va 36 gram litiy deb olsak, 14 gram litiy reaksiyada ishtirok etdi. Demak, 22 gram litiyni 22 grammi reaksiya kirishmasdan ortib qoldi. Reaksiya kirishmasdan ortib qolgan litiy 22 gram bo'lganida vodorodda 2 gram ajraldi. Masala shartida esa 13,2 gram litiy ortib qolgan bo'lsa degan, shuning uchun 13,2 gram ortib qolganda necha gram vodorod ajralib chiqadi desak, 1,2 gram vodorod ajralib chiqar ekan. Shuning uchun ham to'g'ri javob C javob to'g'ri bo'ldi. Keyingi masalamiz teng massadagi natriy va suv ta'sirlashuvidan 450 gram eritma olingan bo'lsa, ajralgan vodorod massasini hisoblang dedi. Demak, buning uchun ham birinchi navbatda natriy va suvni ta'sirlashuv reaksiyasini yozib olamiz. Reaksiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, 46 gram natriy, 36 gram suv ishtirok etyapti. Lekin bizda masala shartida teng massada olingan natriy va suv deganligi uchun natriy og'irroq. Shuning uchun ikkalasini ham 46 gram deb hisoblab oldim. Va reaksiya bo'yicha 2 gram vodorod gaz sifatida ajralyapti. Demak, bundan quyidagi narsa ko'rinib turibdi. Birinchi idishda agar men 46 gram natriy olsam, ikkinchi idishimda 46 gram suv olib aralashtiradigan bo'lsam, gaz sifatida 2 gram vodorod ajralib chiqib ketadi. Demak, bu idishda hosil bo'lgan eritmani og'irligi 46 gram natriy, 46 gram suv qo'shildi, lekin reaksiya natijasida 2 gram vodorod chiqib ketyapti. Demak, bu idishda qoladigan mahsulotdan 90 gram bo'ladi. Idishimizda 90 gram eritma qolayotgan vaqtda vodoroddan 2 gram ajralyapti. Lekin bizning masalamiz shartida 450 gram eritma hosil bo'ldi degan. 450 gram eritma hosil bo'lganda necha gram vodorod ajralib chiqib ketadi desak, 10 gram vodorod ajralib chiqib ketar ekan. Shuning uchun ham to'g'ri javob B javob to'g'ri bo'ldi. Keyingi masalamiz stoixiyometr nisbatan olingan alkin va kisloroddan iborat 10 mol aralashma portlatildi. Suv bug'lari kondensatlangandan keyin bosim 40% ga kamaygan bo'lsa, alkinni aniqlang dedi. Stoixiyometrik degani bilamizki, ikki modda bir-biri bilan to'liq reaksiyaga kirishib ketgan, hech qaysidan ortib qolmagan degan ma'noda ishlatiladi. Xo'p, endi birinchi qiladigan ishimiz bizda 10 mol modda aralashma bor va 10 mol aralashma bu 100%. Shu 10 mol aralashmani 40% ga kamaygan. Demak, 40% topadigan bo'lsak, bu 4 molga kamaygan ekan aralashmadagi moddalar mol. Demak, 10 mol modda 4 molga kamaygan bo'lsa, portlatilgandan keyin, demak, 6 mol modda qoladi idishda. Endi bu narsadan kelib chiqqan xulosa shuki, alkinlarni umumiy yonish tenglamasini oladigan bo'lsak, reaksiyadan oldingi aralashma bu alkin va kislorod hisoblanadi. Alkinlar umumiy yonish tenglamasini ko'rib turibmizki, 1 mol alkin yonishi uchun 1,5 n minus 0,5 mol kislorod sarflanadi. Agar ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, 1,5 n plus 0,5 qoladi. Va shu aralashma bizada 10 mol degan. Reaksiyadan keyin suv bug'lari kondensatlangan. Bu gaz modda emas, faqatgina gaz modda karbonat ayoni hisoblanadi. Uning mol esa n mol. Bizada reaksiyadan oldingi gaz moddalarimiz 10 mol, reaksiyadan keyin esa 6 mol qoldi deb hisoblab oldik. Endi shu bo'yicha n ni topishimiz uchun 10 ni n ga, 6 ni esa 1,5 n plus 0,5 ga ko'paytirdik. Bu yerda topadigan bo'lsak, n ning qiymati 3 chiqdi. Bundan ko'rinib turibdiki, alkin propen bo'lgan ekan. To'g'ri javob C. Endi keyingi masalamiz. Endi stoixiyometrik nisbatan olingan alkan va kisloroddan iborat 12 ml aralashma yondirilganda 4 ml karbonat ayod hosil bo'ldi. Alkan formulasini aniqlang dedi. Yana xuddi shu ma'noda test ishlashni amalga oshiramiz. Alkanlarning umumiy yonish tenglamasini yozib oladigan bo'lsak, 1 mol alkan yonishi uchun 1,5 n plus 0,5 mol kislorod sarflanadi. Agar ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, 1,5 n plus 1,5 qiymat kelib chiqadi. Va hosil bo'lgan karbonat ayod moli esa n mol bo'ladi. Bizda kislorod va alkanni 12 ml, hosil bo'lgan karbonat ayod esa 4 ml deb masala shartida bergan. Shu berilgan ma'lumotlardan foydalanib n ning qiymatini topadigan bo'lsa, n ning qiymati 1 chiqdi. Demak, bu yerda foydalanilgan alkan metan hisoblanadi va to'g'ri javob A. Keyingisi, ushbu yadro reaksiyasida 11,9 mg
uran izotopining yemirilishi natijasida 10,9 milligram radon izotopi hosil bo'ldi. Agar x ning qiymati y dan 1,5 marta katta bo'lsa, uran izotopining atom massasini hisoblaydi. Buning uchun biz birinchi navbatda reaksiyani tenglab olishimiz kerak hisoblanadi. Bizda x ning qiymati y ning qiymatidan 1,5 marta katta dedi. Biz bilamizki, koeffitsiyentlar butun son qiymatda bo'lishi kerak. Ikkita son bir-biri bilan 1,5 marta farq qiladigan sonlar bu 5 va 4 raqamlari hisoblanadi. Yoki 10 ga 8 dashi ketaveradi. Faqat bular ichida reaksiyaga qo'yganimizda u to'g'ri ham bo'lishi kerak. Va buni men 5 va 4 raqamlarni oldim va bu narsani tekshirib ko'rdim. Tekshirib ko'rishni bilamizki, yadro reaksiyasida massaga zaryad teng bo'lishi kerak. Bizda hozir uran va radon izotoplar massasi bo'lmaganligi uchun biz faqat zaryadi tengmi shunga tekshirib ko'rishimiz mumkin. Tekshirib ko'radigan bo'lsak, 5 ta alfani zaryadi 10, 4 ta betani zaryadi -4, 10 ga -4 6 bo'ladi. 86 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsam 92. Demak, bularning zaryadlari yig'indisi 92 va uranning ham zaryad yig'indisi 92. Demak, biz topgan x ning qiymati y dan 1,5 marta katta bo'lgan son bu 5 va 4 olganimiz to'g'ri ekan. Endi masalaning shartida ko'rinib turibdiki, uran izotopining og'irligini 11,9 mg, radon izotopining og'irligini esa 10,9 mg deb bergan. Ikkita izotoplar bir-biri bilan masala sharti bo'yicha 1 mg ga farq qilyapti. Va o'sha 1 mg ga farq qilganida uranning og'irligini 11,9 mg deb beryapti. Bizda reaksiya bo'yicha ko'radigan bo'lsak, 5 ta alfaning og'irligi 20 g. 4 ta beta zarracha og'irligi esa 0. Demak, uran va radon izotoplarining massa farqi bu 5 ta alfa hisobiga bo'ladi. 5 ta alfaning og'irligi esa 20 g tashkil qiladi. 1 mg ga farq qilayotgan vaqtda uran izotopining og'irligi 11,9 bo'lsa, 20 g ga farq qilganda uran izotopining og'irligi necha qiymatga ega bo'ladi desak, 238 bo'ladi va to'g'ri javob A hisoblanadi. Keyingi masalamiz. Ikkita glitsin, ikkita alanin molekulasidan foydalanib necha xil tetrapeptid hosil qilish mumkin? Biz bilamizki, tetrapeptid degani bu 4 ta aminokislota qoldiqini tashkil topgan peptid hisoblanadi. Va u yerdagi aminokislotalarning ketma-ketinligi har xilcha bo'lishi u boshqa xil peptid bog' hisoblanadi. Shuning uchun bularni o'zaro kombinatsiya qilib ko'ramiz. Men quyidagicha kombinatsiya qildim. Birinchi navbatda ikkita glitsin molekulasi va ikkita alanin molekulasi. Bitta glitsin, alanin, glitsin, alanin, glitsin, alanin, alanin, glitsin, alanin, glitsin, alanin, glitsin va alanin, alanin, glitsin, glitsin deb kombinatsiya qilib ko'radigan bo'lsam, jami 5 ta kombinatsiya hosil bo'ldi. Demak, ikkita glitsin va ikkita alanin molekulasidan foydalanib, jami 5 xil aminokislotat hosil qilishimiz mumkin ekan. Xuddi shu asosida quyidagi masalani ishlab ko'rsak bo'ladi. Endi bu yerda bitta glitsin 3 ta alanin molekulasidan foydalanib necha xil tetrapeptid hosil qilish mumkin. Demak, yana 4 ta aminokislotadan foydalangan holatda peptid hosil qilishimiz kerak. Buning uchun birinchi navbatda glitsin, alanin, 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 ikkinchi navbatda alanin, glitsin, alanin, alanin, uchinchi navbatda alanin, alanin, glitsin, alanin va 4-chi navbatda alanin, alanin, alanin va glitsin degan kombinatsiyalarni qo'lga kiritdim. Va demak, bitta glitsin va 3 ta alanin molekulasidan foydalanib 4 xil tetrapeptid hosil qilishimiz mumkin ekan. Endi keyingi masalamiz. 9-masala. 25,2 gram tetrapeptid bir xil aminokislotadan tuzilgan deyapti. Gidrolizlanganda 30 gram qanday aminokislota hosil bo'ladi? Buni ishlashimiz uchun, demak, tripeptid degani 3 ta aminokislota qoldiqini tashkil topgan. 3 ta aminokislota qoldiqini tashkil topgan peptidda 2 ta peptid bog'i bo'ladi. Va mana shu 2 ta peptid bog'ini uzishimiz uchun biz 2 mol suv sarflaymiz. Shuning uchun tripeptid 2 mol suvdan 3 ta aminokislota olaman dedi. 25,2 gram tripeptiddan 30 gram aminokislota hosil qilingan.
Demak, moddani saqlash qonunidan ko'rinib turibdiki, 4,8 gramm suv sarflangan. Reaksiya bo'yicha esa 2 mol suv, ya'ni 36 gramm suv sarflangan. 4,8 gramm suv bo'lganda 30 gramm aminokislot hosil bo'lsa, 36 gramm suv hosil bo'lganda necha gramm aminokislot hosil bo'ladi? 225 gramm. Va 225 grammning hammasi bir xil aminokislot tashkil topganligi uchun uni 3 ga bo'lib yubordim. 75 chiqdi. Va 75 bu glitsin aminokislotining massasi bo'lganligi uchun to'g'ri javob A javob to'g'ri ekanligi xulosaga keldik. Endi keyingi masalamiz. 60,9 gramm tripeptid har xil aminokislot tuzilgan. Gidrolizlanganda 71,7 gramm qanday aminokislotalar hosil bo'ladi dedi. Demak, buni ham quyidagicha amalga oshiramiz. Tripeptid uchun 2 mol suv sarflaymiz. 60,9 gramm tripeptiddan 71,4 gramm aminokislot olingan bo'lsa, peptid bog'larini uzish uchun 10,8 gramm suv sarflangan. Uning ichidan 36 grammi reaksiya bo'yicha suv bo'lishi kerak. 36 gramm suv bo'lganda necha gramm aminokislot hosil bo'ladi desak, 239 gramm bo'ldi. Endi javoblarda ko'radigan bo'lsak, tripeptid tarkibida aminokislota bu ikki xil aminokislot tashkil topgan ekan va ikkita aminokislotaning og'irligi esa 239 ekan. Lekin aminokislotalar soni esa 3 ta. Demak, bundan xulosa ko'rinib turibdiki, bu yerda men to'g'ri javob sifatida C javob to'g'ri qabul qildim. Sababi, agar biz ikkita glitsin molekulasini oladigan bo'lsak, 75 ta ikkitasi 150 gramm. Bitta alanin molekulasini oladigan bo'lsam, 89 gramm. 150 ga 89 ni qo'ysam, 239 gramm kelib chiqadi. Shuning uchun ham bu yer to'g'ri javob C javob to'g'ri bo'ldi. Keyingi masalamiz. 32,8 gramm glitsin va noma'lum aminokislota aralashmasidan 29,2 gramm dipeptid olindi. Aminokislotalar stoixiyometrik nisbati olingan bo'lsa, aminokislotani aniqlang. Endi stoixiyometrik ikkala modda bir-birini to'liq ishtirok etgan. Endi dipeptid degani ikkita aminokislota qo'shilishidan bitta peptid bog' hosil bo'lishi hisoblanadi. Shuning uchun glitsin molekulasi va noma'lum aminokislota birlashganda dipeptid bilan bir molekula suv hosil bo'ldi deyapti. Endi bizda glitsin va noma'lum aminokislota 32,8 gramm deb bergan. Hosil bo'lgan dipeptidning og'irligi esa 29,2. Demak, bundan ko'rinib turadiki, reaksiya natijasida hosil bo'lgan suvning og'irligi 3,6 gramm bo'ldi. Modda saqlash qonuniga binoan 32,8 dan 29,2 ni ayirsam 3,6 gramm suv bo'ldi. Dipeptidda 1 mol suv hosil bo'ladi. 1 mol suvning og'irligi esa 18. 18 gramm suv hosil bo'lganda dastlabki aminokislotalarning massalari yig'ini necha bo'ladi desak, 164 gramm tashkil qildi. Bu 164 grammdan 75 gramm og'irlik bu glitsin aminokislotaning og'irligi. Demak, qolgan 89 gramm og'irlik esa noma'lum aminokislotaniki bo'ladi. 89 gramm og'irligiga bo'lgan aminokislota bizda alanin degan aminokislota hisoblanadi. Shuning uchun ham 11-savolning to'g'ri javobi B javob to'g'ri bo'ldi. Keyingisi, molekulyar massasi 12500 ga teng bo'lgan 50 gramm halqasimon oqsilning gidrolizi natijasida 62,96 gramm aminokislotalar aralashmasi hosil bo'lgan bo'lsa, oqsildagi peptid bog'lar soni hisoblanadi. Demak, oqsilni gidroliz qilganda 50 gramm oqsilning gidrolizi bo'lish uchun suv sarflaganimizda aminokislota 62,96 gramm hosil bo'ldi deb berdi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, oqsil molekulasining gidroliz qilishimiz uchun 12,96 gramm suv sarflangan. Bu esa 50 gramm oqsil uchun sarflangan. Bizda masala shartida oqsilning molekulyar massasini esa 12500 ga teng degan. Demak, 50 gramm oqsil uchun 12,96 gramm suv sarflangan bo'lsa, 12500 gramm uchun necha gramm suv sarflanadi? 3240 gramm suv sarflanadi. 3240 gramm suv bu 180 mol suvni moli hisoblanadi. 180 mol suv esa 180 mol peptid bog'ini uzish uchun sarflanadi. Chunki har bitta peptid bog'ini uzish uchun 1 moldan suv ishtirok etadi.
Demak, bizda peptid bog'lar sonini top degani uchun 180 mol suv 180 ta peptid bog'i uchun sarflangan va shuning uchun ham to'g'ri javob A javob to'g'ri bo'ldi. Keyingi masalamiz. Miqdori 3/4 ga teng bo'lgan gaz 546 kelvin 101,325 kilopascal bosimda qanday hajmni egallaydi? Demak, bundan ko'rinib turibdiki, biz quyidagi formaga PV barobar nRT degan mendeleyev kiloton tengligini qo'shishimiz kerak va bu masalada biz hajmni topishimiz kerak. Hajmni topishimiz uchun esa nRT taqsim P ga qo'yishimiz kerak. Bizda mol 3/4 bu 0,75 degani. R universal gaz doimiysi har doim 8,31 ga teng. T harorat esa 546 kelvin degan. Bosim esa 101,325. Bu masala ishlaganimizda ko'pchilik hisob qilishga qiynaladi, beskanga hisoblash qiynaladi va men sizga oson va sodda usulni o'rgataman. Buni qanday amalga oshiramiz? Biz normal sharoitda standartlarni yaxshi biladigan bo'lsak, bu masalani beskanga hisoblashimiz mumkin bo'ladi va qanday qilib? Biz standartda necha marta katta bo'ladigan bo'lsa, ana shu qiymatdan qo'yib olamiz. Moli 0,75, R har doim 8,31 bo'lganligi uchun 1 qo'yib oldim. 546. Normal sharoitda temperatura 273 kelvin hisoblanadi. 546 esa undan 2 marta katta bo'lganligi uchun 546 ning o'rniga 2 raqamni qo'yib oldim. 101,325 bu normal sharoitda bosimga teng bo'lganligi uchun o'rniga 1 qiymati qabul qildim. Va mana shu qiymatlardan foydalanib hisoblaydigan bo'lsam 1,5 chiqdi. Demak, bundan xulosa shuki, normal sharoitdagi hajmga qaraganda bu sharoitdagi hajm 1,5 marta katta bo'ladi. Shuning uchun ham 1,5 ni normal sharoitda 22,4 litrga ko'paytirib yubordim. Shunda 33,6 litr qiymatni qabul qildi. Demak, to'g'ri javob C javob to'g'ri bo'ldi. Keyingi masalamiz. Glitserin 140 gradusda yuqori haroratda kali gidrosulfat bilan qizdirilganda A modda olingan. Ushbu reaksiyada 46 gram glitserin ishtirok etgan bo'lsa, hosil bo'lgan A moddaning massasini hisoblang. Reaksiyonimi 80% edi. Agar biz glitserin molekulasini 140 gradusdan yuqori haroratda kali gidrosulfat ishtirokida qizdiradigan bo'lsak, to'yinmagan aldegid hosil bo'ladi. Ya'ni propenal aldegid hosil bo'ladi va 2 molekula suv chiqib ketadi. Bunda ham aldegid guruhi bor, ham alken guruhi bor. Agar biz 92 gram glitserinni qizdiradigan bo'lsak, 56 gram modda hosil qilamiz. 46 gram moddani qizdirganimizda esa 28 gram to'yinmagan aldegid hosil bo'ladi. Va topilayotgan narsa tenglikning o'ng tomonida bo'lgani uchun reaksiyonimizni ko'paytirib olamiz. Ya'ni 28 ni 80% deganligi uchun uni ulushda 0,8 ga ko'paytirib yubordim. 22,4 bo'ldi. Demak, 14-savolning to'g'ri javobi A javob to'g'ri bo'ldi. Keyingisi. Demak, ushbu reaksiyada 73,8 gram nitrobenzol ishlatilgan bo'lsa, A va B moddalarining massalari yig'indisi hisoblanadi. Agar biz nitrobenzolni ammoniy sulfid ishtirokida qizdiradigan bo'ladigan reaksiya amalga oshiradigan bo'lsak, anilin hosil bo'ladi. Biz bilamizki, bu zinin reaksiyasi hisoblanadi. Agar anilinni natr nitrit va xlorid kislota qo'shadigan bo'lsak, fenol hosil bo'ladi. Demak, bu yerdagi A modda alinin, B modda esa fenol. Agar nitrobenzoldan 123 gram ishtirok etsa, anilindan 93 gram, fenoldan esa 94 gram hosil bo'ladi. Lekin bizda 73,8 gram degan. 73,8 gramdan esa 55,6 gram anilin, 56,4 gram fenol hosil bo'ladi. Demak, A moddada 55,6, B modda 55,8, B moddadan esa 56,4 gram hosil bo'ldi. Shunda jami hisobda esa 112,2 gram A va B mahsulotlari yig'indisi hosil bo'ldi. Shuning uchun ham to'g'ri javob C javob to'g'ri bo'ldi. Keyingi masalamiz. sp gibrid orbitallar soni sp gibrid orbitallar sonidan 16 Avogadro ko'p bo'lgan glyutar kislota olish uchun necha gram siklik birikmani oksidlash zarur dedi.
yuqori harorat va kuchli oksidlovchi ta'sirida. Biz glutar kislotani olishimiz uchun siklopentan molekulasini oksidlashimiz kerak bo'ladi. Oksidlaganimizda esa glutar kislota hosil bo'ladi. Glutar kislota molekulasidagi sp2 va sp3 lar sonini topadigan bo'lsak, sp2 molekulalar sonimiz 12 ta bo'ladi. Sababi ikkita uglerod va ikkita kislorod molekulamiz sp2 ga bitlangan. 4 ta atom sp ga bitlangan bo'lsa, orbitallar soni 12 ta bo'ladi. sp3 gibit orbitallar soni esa 3 ta uglerod, gidroksil guruhida 2 ta kislorod. Jam hisobda 5 ta atom sp3 tipda gibitlangan. Demak, glutar kislotadagi sp3 gibitlangan orbitallar soni 20 ta. Agar glutar kislotadan 1 mol oladigan bo'lsak, sp3 gibit orbitallar soni sp2 gibit orbitallar sonidan 8 Avogadroga ko'p bo'ladi. 8 Avogadro ko'p bo'lganda glutar kislota 1 mol bo'lsa, 16 Avogadro ko'p bo'lishi uchun necha mol bo'lishi kerak? 2 mol bo'lishi kerak bo'ldi. Endi bundan xulosa shuki, glutar kislotadan bizada 2 mol olingan. 1 mol glutar kislota olishimiz uchun siklik birikmamizdan 70 gram sarflanadi. Bizada 2 mol glutar kislota olishimiz uchun siklik birikmam necha gram sarflanadi desak, 140 gramni tashkil qildi. Demak, 16-savolning to'g'ri javobi D javob to'g'ri bo'ldi. Keyingi masalamiz. Sterol va butadiyen buruchning sof polimerlanishidan hosil bo'lgan polimerning 53,2 gram namunasi 480 gram 20% bromli suvni rangsizlantirilishi ma'lum bo'lsa, polimer tarkibidagi sterol va butadiyen buruchlarning mol nisbati aniqlandi. Endi biz birinchi navbatda butadiyen buruch va sterol molekullarini polimerlashni ko'rib chiqamiz. Butadiyen buruch molekulasini polimerlaydigan bo'lsak, bitta qo'shboq qoladi va bu qo'shboq bromli suv bilan reaksiyaga kirishadi. 1 ga 1 nisbatda. Lekin sterol molekulasi polimerlanganda bu yerda qo'shboq ochilib ketadi va bunda qo'shboq qolmaydi. Aromatik birikmalar mavzusida bizga ma'lumki, benzol halqa bromni o'zi biriktirib olmaydi. Demak, polimerlanganda faqat butadiyen buruchdan polimerlangan mahsulot bromli suvni rangsizlantiradi. Shuning uchun biz birinchi navbatda 480 gram 20% bromli suv eritmasidagi bromli og'irligini topib oldik. 9,6 gram tashkil qildi. Va mana shu 9,6 gram brom sarflangan bo'lsa, butadiyen buruchning moli va massasini aniqladik. 160 gram brom birikishi uchun 1 mol butadiyen buruch polimerlangan bo'lishi va uning og'irligi esa 54 gram bo'lishi kerak. Lekin 96 gram bromni biriktirishi uchun butadiyen buruchning moli 0,6 mol, og'irligi esa 32,4 gram tashkil qilish kerak bo'ldi. Bizada hosil bo'lgan polimer moddamizda butadiyen buruch va sterolning massa yig'indisini 53,2 gram degan. Demak, 53,2 gramdan ichida 32,4 grami butadiyen buruch molekulasining og'irligi ekan. Demak, qolgan og'irlik, ya'niki 53,2 dan butadiyen buruchning og'irligini ayirib 20,8 gram bu sterolning og'irligi hisoblanadi. 20,8 gram sterol esa 0,2 molni tashkil qiladi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, bizada sterolning moli 0,2 mol, butadiyen buruchning moli esa 0,6 mol. Agar bulardan biz nisbat oladigan bo'lsak, nisbatimiz 1 ga 3 nisbatda ekan. Sterol molekulasi 1, butadiyen buruch molekulasi esa 3. Bizada masalaning shartida sterol va butadiyen buruchning mol nisbati deganda sterol birinchi kelgani uchun biz to'g'ri javob sifatida A javob, ya'ni 1 ga 3 nisbatini qabul qilamiz. 3 ga 1 ni emas. Shu yerda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki bizda ham 1 ga 3 bor, ham 3 ga 1 bor. Sterol birinchi kelgani uchun 1, sterolga tegishli bo'lgani uchun 1 ga 3 degan javobimiz to'g'ri hisoblanadi. Demak, keyingi masalamiz. Oksalat kislotasi suvdagi eritmasining molyal va foiz konsentratsiyalari nisbati 1 ga 8,1 bo'lsa, eritmaning foiz konsentratsiyasini hisoblaydi. Buning uchun biz oksalat kislotasining eritmasini molyalligini x deb oldik, foizini esa 8,1 x deb oldik. Molyal konsentratsiya bizga ma'lumki, bu suvdan 1000 gram olganimizda x mol erigan modda bor degan.
Shuning uchun ham biz quyidagi narsani amalga oshirdik. X mol aksariyat kislotasining og'irligi 90x bo'ldi. Eritmasining og'irligi esa foiz qancha topishimiz uchun eritmaning og'irligi kerak. 90x gram aksariyat kislotaga 1000 gram suvning massa yig'indisi 1000 plus 90x bo'ldi. Foizini topishimiz uchun 100 ga ko'paytirishimiz kerak. Va foizini topganimizda u 8.1%, 8.1x foiz chiqishi kerak. Endi bu yerdan men matematik amallarga ko'ra 90x ni 100 ga ko'paytirdim. 8.1x ni bu pastga 1000 plus 92 ni bu yoqqa o'zgartirdim, joyini almashtirdim. Nima uchun? Chunki mana bu yerda x lar qiymati qisqarib ketdi. Ikkalasi ham 0.9x ga bo'linadi. 90x ni 0.9x ga bo'lsam 100 qoldi. 100 ko'paytirib 100 bo'ldi. 8.1x ni 0.9x ga bo'lsam 9 qoldi. 9x ga bo'lsam. Shunda 0.9x bo'lsa 9 qoldi va bu 1000 plus 90x ga teng bo'ldi. Endi 100 ni 100 ga ko'paytirsam 10000, 9 ni 1000 ga ko'paytirsam 9000, 90x ni 9 ga ko'paytirsam 810x bo'ldi. 10.000 dan 9.000 ni ayirsam 1000 barobar 810x ga teng bo'lib qoldi. X ni topishimiz uchun esa 1000 ni 810 ga bo'lishimiz kerak. Bu shu yerda qoldirdim. Nima uchun? Chunki menda foiz konsentratsiyasini toping degan. Foiz konsentratsiyasini biz 8.1x deb qabul qilganmiz. Va bu yerdagi x esa 1000 taqsim 810 ga teng. Shundagi x ni o'rniga 1000 taqsim 810x ni qo'yadigan bo'lsam, 8.1 bilan 810 qisqaradi. Natijada bunga bittadan, bunga 100 tadan tegadi. 1000 ni 100 ga bo'ladigan bo'lsam 10% qoladi. Demak, bu yerda aksariyat kislotasining foiz konsentratsiyasi 10% bo'lgan ekan. Demak, keyingi masalamiz. Tarkibida bir xil sondagi uglot atomi tutuvchi spirt va karbon kislota reaksiyasidan 0.2 mol suv hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan murakkab efirni yoqish uchun 179.2 litr havo sarflangan bo'lsa, murakkab efirning molar massasini toping dedi. Demak, agar biz bilamizki, karbon kislotalar va spirtlar o'zida ta'sirlashadigan bo'lsa, murakkab efir va suv hosil bo'ladi. Murakkab efir va suvning mol nisbati 1 ga 1 bo'ladi doimo. Shuning uchun bizda masalan shartida 0.2 mol suv hosil bo'ldi deganligi uchun 1 mol murakkab efirda 1 mol suv hosil bo'lsa, 0.2 mol suv hosil bo'lganda murakkab efirning moli qancha bo'ladi desak, 0.2 molni tashkil qildi. Endi biz murakkab efirlarning formulasini SnH2nO2 deb qabul qilsak ham bo'ladi. Endi keyingi navbatda qiladigan ishimiz 179.2 litrni molni topadigan bo'lsam 8 mol bo'ldi. Bu 8 mol havoni moli. Havoda moddani yoqish uchun faqat kislorodgina ishtirok etadi. Biz bilamizki, havoning 20% kislorodga tegishli. Shuning uchun 8 mol 20% topadigan bo'lsam 1.6 mol bo'ldi. Demak, murakkab efirni 0.2 molni yoqish uchun 1.6 mol kislorod sarflangan. Murakkab efirlarni yonish reaksiyasidan tenglamasdan foydalanadigan bo'lsak, 0.1 mol murakkab efir uchun 1,5 n minus 1 ketadi. Bizda 0.2 mol degan. 0.2 mol uchun 1.6 mol kislorod sarflangan bo'lsa, 1 mol uchun qancha sarflanadi? 8 mol sarflanadi. Va mana shu 8 kislorod oldidagi koeffitsient, ya'niki 1,5 n minus 1 ga teng hisoblanadi. Shuning uchun ham biz 1,5 n minus 1 8 ga teng bo'lsa, n ning qiymatini topadigan bo'lsak, n ning qiymati 6 chiqdi. Demak, murakkab efir formulasida S6H12O2 bo'lgan ekan va biz buni massa topishimiz uchun 14 ni ko'paytiramiz 6 ga va qo'shamiz 32 ni. 116 bo'ldi. Demak, murakkab efirning molekulyar massasi 116 ga teng bo'lgan ekan. Endi navbatdagi savolimiz. 3 Avogadro atom saqlagan noma'lum tarkibli 51.6 g alyumga sp2 va sp3 gibrid orbitallar soni teng bo'lguncha suv qo'shildi. Qo'shilgan suv massasi topildi. Biz birinchi navbatda qiladigan ishimiz shuki, sp2 va sp3 gibrid orbitallar soni teng bo'lgan alyumni formulasini aniqlashimiz kerak. Shuning uchun birinchi navbatda sulfat kislotadagi
va sulfat angidriddagi sp2 va sp3 orbitallar sonini aniqlashga qaror qildim. Sulfat kislota molekulasida sp gibrid orbitallar soni 6 ta, sp3 gibrid orbitallar soni esa 12 ta bo'ldi. Sulfat angidrid molekulasida esa sp2 gibrid orbitallar soni 12 ta, sp3lar esa yo'q ekan. Endi bizda sp2 va sp3lar soni bir-biriga teng bo'lish kerak degan. Biz bundan ko'rinib turibdiki, sulfat kislotada sp2lar soni sp3lar sonidan 6 taga kam. Sulfat angidridda esa sp3 umuman yo'q. Demak, sp2 va sp3 sonlar teng bo'lishi uchun sulfat kislotaga 6n avogadrocha sp2 orbitallari kerak. Sulfat angidridda 1 moldagi sp2lar soni 12 ta. 6 ta bo'lish uchun u 0.5 mol olinish kerak. Shuning uchun ham biz quyidagicha xulosani oldik. Ya'niki, agar biz sulfat kislotadan 1 mol, sulfat angidriddan esa yarim mol oladigan bo'lsak, sp2 va sp3 gibrid orbitallar soni teng bo'lgan alyum bo'lar ekan. Endi bundan keyingi navbatda biz masala ishlasak bo'ladi. Ya'ni birinchi qiladigan ishimizda mana shu yerda amalga oshirdik. Endi keyingi qiladigan ishimiz. Demak, mana shu savolda 3 NaOHgacha atom saqlagan 51.6 gram normal tarkibli alyum degan. Endi sulfat kislotadagi atomlar soni x molda 7x, bunda esa 4 egiklar yig'indisi 3 NaOHga teng. Massalar yig'ini 98x plus 80y esa 51.6. 98x sulfat kislotaning og'irligi, 80y sulfat angidridning og'irligi. Massalar yig'indisi esa 51.6 gram alyumga teng degan uchun shu tenglama tuzib oldik. Va bu yerda x ning qiymati 0.2, y ning qiymati 0.4 bo'ldi. Demak, noma'lum tarkibli alyumda esa 1 mol sulfat kislotaga 2 mol sulfat angidrid bo'lgan ekan. Chunki x sulfat kislotaniki, y esa sulfat angidridniki edi. 0.2 ga 0.4, bu 1 ga 2 degan qiymatni qabul qiladi. Demak, bundan xulosa shuki, biz 1 ga 2 nisbatdagi alyumga suvni qo'shib, 1 ga 0.5 qiymatda alyumni olishimiz kerak. Uning uchun esa biz quyidagi ishlarni amalga oshirdim. Shunga noma'lum mol suv qo'shganmiz. Shunda sulfat kislota, mana bu sulfat angidridning ma'lum bir qismi suv bilan reaksiyaga kirishadi. O'zi 1 mol sulfat kislota bor. SO3 x mol suv bilan ta'sirlashganligi uchun hosil bo'lgan sulfat kislotaning moli 1 plus x bo'ladi. Sulfat angidrid esa 2 mol bor, lekin x moli sulfat suv bilan reaksiyaga kirishib sulfat kislota hosil qilgani uchun uning moli 2 minus x bo'ladi. Mana shu sulfat kislota va sulfat angidridning mol nisbati esa mana bu alyumga binoan 1 ga 0.5 qiymatda qabul qilish kerak. Va shu yerdan biz x ning qiymatini topadigan bo'lsak, x imiz 1 ga teng bo'ldi. Demak, bundan xulosa shuki, mana shu tarkibli alyum 1 mol suv bilan ta'sirlashgan, natijada 1 plus x, ya'ni 2 mol sulfat kislota, 2 minus x, ya'ni 1 mol sulfat angidrid hosil bo'lgan. 2 ga 1, 1 ga 0.5 qiymatiga teng hisoblanadi. Demak, mana bu alyumni 98 gram sulfat kislota va 160 gram sulfat angidridning massa yig'indisi 258 gram. 258 gram uchun 18 gram suv sarflandi. Bizda shu tarkibli alyumdan 51.6 gram bor. 51.6 gram uchun necha gram suv sarflandi desak, 3.6 gram suv sarflandi. Demak, bu yerda to'g'ri javob A javob to'g'ri bo'ldi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqmoqchi bo'lgan test savollarimiz shulardan iborat edi. Agar video darsimiz sizga ma'qul keladigan bo'lsa, bizga podpiska bosib, obuna bo'ling va video darsim yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.